Telefonni zarari, bundan chiqayotgan nur qanchalik homilangizga, o'zingizga, organlaringizga ta'sir qilishini bilmayapsiz-da, lekin o'zingizga tushishga yo'q deyapsiz. Bu o'zingizdan, bu telefoningizni yoningizda, cho'nchagingizda olib yurishingiz o'zingizdan ko'proq bu nur beradi bu. Demak, hozir menstruatsiya hisobim bo'yicha hozir homilangiz 6 haftalik bo'lishi kerak. Endi menga bitta uzi kerak menga. Uzi qildirishdan sabab homilani yuragini ko'rmoqchiman, qanaqa o'sayotganini ko'rmoqchiman. Uzi tekshiruvlarimga uydagilarim ruxsat berishmaydi-da. Chunki oldingi o'sha homilalarim tushganini uzi tekshiruvlaridan deb ko'rishgan. Uydagilarim ruxsat berishmaydi-da. Siz hozir telefonni cho'nchagingizdan olib, uyingizdagilardan so'ramoqchisiz. Shu telefonni siz cho'nchagingizda olib yurasiz, postoyanno. Har doim. Qarang-da, qarang, telefonni zarari, bundan chiqayotgan nur qanchalik homilangizga, o'zingizga, organlaringizga ta'sir qilishini bilmayapsiz-da, lekin o'zingizga tushishga yo'q deyapsiz. Bu o'zingizdan, bu telefoningizni yoningizda, cho'nchagingizda olib yurishingiz o'zingizdan ko'proq bu nur beradi bu. Azizlarim, hozir mana patsiyentimdan kelib chiqqan holda o'zingizga tushish zarar deyaptilar-da. Cho'nchaklarida telefonni olib yurish bularga zarar emas ekan. Lekin o'zingizdan ko'ra cho'nchakda telefonni olib yurish yoki oldida telefonni olib uxlash bu juda ham katta zarar beradi. Buni o'zingizga tushmasdan yurgan homiladorlarga yuborib qo'ying.